sharoitida oddiy rezinka bilan qilsa bo'ladigan bitta mashq ko'rsataman. O'zi juda ham oddiy mashq, lekin gantelni mashqini effektini beradi. Xuddi mana shunday rezinkani kaltaroq ushlab olib, mana shu holatda ishlatasiz. 20 ta 30 ta qilasiz. Bu xuddi tepaga qarab yotib tosh ko'targanni effektini beradi. Xuddi mana shunday. Oddiy uy sharoitida qilsa bo'ladigan mashq. Effekti zo'r lekin. 20 ta 30 tadan boshlab kuniga 5 tadan 10 tadan ko'paytirib qilaversangiz bo'ladi. Qo'l va yelka mushaklarini